Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Akalar, hammalaringni ro'za Ramazon bayram kunlarimiz bilan tabriklayman. Hammaga Alloh sabr toqat bersin. Bo'lmasa obzorimizni boshladik. Hozir 22 kW drabilkamiz yonida turibmiz. Mana 22 kW. Motorlarimiz mis motor 380 ga moslashgan. Hozir endi bunda do'g'risi mana payalarimiz olib kelib qo'ydik. Payamiz bor, yantag'imiz bor. Ikkita dona qiyog'imiz ham bor. Shularni chiqarib ko'ramiz. Somon chiqarganimiz yo'q. Nimagaki qo'yga hozir yem tayyorlamoqchimiz. Shunga qo'y yeydigan narsalarni iloji boricha chiqarib ko'rsatib beramiz. Xo'p, bundan chiqqan mahsulotimizni mana yerda mana uстановка qilib qo'ydik. 2 kiloli yem mishalkamizni akalar bunga solib buni ham bir aralashtirishlarni ko'rib o'tamiz akalar. Birinchi shu 380 dan boshlaymiz bo'lmasa. Aralashib ketgan payamiz ham bor. Yantaq asosan yantaq qo'lga kirmaydi. Jaravasi kirmaydi. Endi chiqarib oldik mahsulotimizni. Ozgina pavza qilib qo'yib, yemisharkan tayyorlab, yemisharkan ham böyle ishlab o'tamiz. Xo'p, akalar, boshlab oldik. Shalkamizni ham boshlab oldik. Hozir mana ozgina seporing suvdan. Quruqligi uchun, nima deydi, ichi changligi uchun mahsulotimiz shunga ozgina suv sepib olyapti, чтобы solganda ham changimasin unchalik. Keyin buni nimani ichiga solganingizdan keyin ham suv solsangiz bo'ladi. Bir xil atala soladi, shu mashina qilasiz. Hozir mana siliosimiz ham bor. Siliosda ham ikkita siliosimiz bor. Shuni ham sovoramiz. Siliosda ham sovorgin. Silios sovor, ikkovini ham sovor. Bu 2 kiloli yem mishalka akalar. 2 kiloli yem mishalka. Motori 3 kW 220 ga ishlaydi motorlari. Endi siliosimizni ham sovoldik. Ikkita silios solindi. Mana kepakni ham biroz sovoring. Ash kepakni ham sovorur biroz. Aralashib. Ustiga keyin o'tda davabga qo'yib yantaqlarda asosan yantaq chiqadi, ko'proq payamiz ham bor edi, qiyoqlarimiz bor edi. Bular chiqardik, mana turibdi. Mayda qilib chiqarilgan. Buni ham solamiz.
Bo'ldi, kurayda sovuravering o'tlar. Solavergin sen bir joyga solaver. Bo'ladi, o'timiz ko'payib ketyapti. Yemimizcha kamroq. Chalashtirib olsin shu. O'zi aralashgan sari o'zi sekin pirislanib pasayishni boshlayapti. O'zi bir-biriga yeyishib bir-birini chekiryapti. Yemlar, o'tlar. Xudo xolasa o'zi pashti yarim tayyor bo'lib qoldi. Ozgina videomiz kechga qoldi. Zorlik vaqtiga to'g'ri kelib qoldi akalar. Bo'ldi, nima qilib olma qo'ying. O'zi sekin aralashaveradi. Faqat piris bo'lib oldi-da. Yengillikda o'zi aralash. Tayini tozalab tashlab ochaveramiz. Yo'q, ochmay tur. Jarlash olsin. O'zi hamma mahsulot so'bildi. Misol mahsulot so'bilganingizdan keyin 5 minut shunaqa atrofida o'zi tayyor qilib beradi akalar. Tayyor mahsulotni ko'rgan odam biladi. Ozgina kepagimiz kam bo'lib qoldi, lekin serioslar mana kepag ham turibdi mentlarda. Buni aralashib qo'ygan. Ikkala o'zi mana pirislanib bo'ldi. O'zi ochib olsak ham bo'laveradi, o'zi yaxshi aralashib bo'ldi. Osoqlatib ko'rib. Dur. Ketdi. Burayı da olgin taylar. Aralashgan sari bu o'rtaga tashlaylar, aralashgan sari o'rtaga yig'adi. Tushishi ham oson bo'ladi akalar. Tayyor mahsulot tushishi ham oson bo'ladi. Bu 200 kiloli yem mishalgamiz akalar. Kimga agar mana shunaqa zarur bo'lsa, aloqaga chiqaring. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Batafsil ma'lumotni, narxlari, dastavkalarni
telefon orqali aytamiz akalar, nimagaki narxi o'zgarib turishi mumkin. Shuning uchun misol bu videoni kimdirlar kech ko'rishi mumkin. Shuning uchun narxida ozgina anglashilmovchilik bo'lib qolmasligi uchun telefon qilsalaring bemalol akalar, qaysi paytda bo'lsa ham xudo xolasa chiroyli muomala qilib akalar o'sha dastavkalar narxlarini tushuntirib o'tamiz. Kimga shunaqa mahsulot kerak bo'lsa, ma'qul bo'lgan bo'lsa, mana videoni ko'rdiling. Bemalol zakaz beraverasizlar akalar. Yanchal brend ostida chiqyapti mishalkalarimiz. Like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar, xudo xolasa chiroyli videolar qilib beraveramiz.